qiziqarli, sirli ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Puli ko'tarmasa ham meni yonimdan yangisiga qo'yib qo'ygin deyman. Bitta yog' alishgan 7000 kilometrda yetib. O'rtacha 7000 kilometrda shu holatga kelgan. Bundan buyog'iga dolzarbligi oshib boryaptiki, havoyimizda ming afsuslarki, chang miqdori juda ham ko'payib ortib ketib qoldi. Muhim narsa bu moy filtrlar haqidaligini aytib qo'yish esimizdan chiqib qolibdi. Bir yilda bir marta almashtirib yurgan, kerak bo'lsa 2 yillar bilan almashtiradigan shopirlar bo'lardi. Assalomu alaykum. YouTube kanali obunachilarim, salomatmisizlar? Moyxonamizdan moy haqida qiziqarli, sirli ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Bu safargi videoyimizda moy haqida emas, moyni muhim ahamiyatga ega, doimo chiroyli holatda saqlovchi va uni qorayib ketishiga sababchi bo'lishi va qorayib ketishini oldini oluvchi motorni havo filtri haqida gaplashamiz. Olib keling kamerani. Qo'limda Nexus mashinasini motorini vazish filtri, havo filtri, bunisi esa xuddi shuni yangisi. Bu ishlab chiqqani, bu yangi qo'yilmagani. Avvallari havo filtrini deyarli almashtirish juda ham defitsitsa ham, tanqissa ham bo'lardi. Hamma kislorod bilan kompressor urib fudatib va bizga kelib o'zinikini qo'yib yurishaverardi. Mana shu narsa shu darajada qora eski holatga kelmaguncha alishtirmasdi. Hozirgi endi bundan buyog'iga dolzarbligi oshib boryaptiki, havoyimizda ming afsuslarki, chang miqdori juda ham ko'payib ortib ketib qoldi va bular tez to'lib boryapti. Va motorni yumshoq, zo'r sifatda ishlashiga xalaqit beryapti. Xo'p, Islom bu yoqqa kelganda, bu yoqda servisimizda doimo mana shu sizlarning xizmatlaringizda tayyor bo'ladigan Islombek. Men bu bolaga doimo o'z vazifasiga vazish filtrni burch qildirib qo'yganmanki, kelgan shopir vazish filtrni albatta esidan chiqib qolgan bo'ladi, uni almashtirib ber yoki tekshirib ber deb so'ramaydi, lekin sen o'zing vazifang bo'lsinki, egasiga tushuntirib turib, bitta ochib ko'rgin, tekshirgin. Agar almashtirgan bo'lsa, hammasi joyida bo'lsa qolaveradi, lekin mana bunaqa holat kelgan bo'lsa, yangisiga almashtirishni tavsiyasini berib, iloji bo'lsa, puli ko'tarmasa ham meni yonimdan yangisiga qo'yib qo'ygin deyman. Nimaga unaqa deyman desiz? Motor moyni siz doimo o'z vaqtida almashtirishga harakat qilasiz. Moyim qorayib ketmadimikin deb g'amli ishga harakat qilasiz, lekin vazish filtr asosiy rol o'ynaydigan narsasi bu vazish filtrni agar almashtirmasangiz, kerakli changlar ushagandan keyin, to'lgandan keyin yog'i ushamay qoladi, motorga kirib ketib qoladi va o'z-o'zidan motorning ichiga chang qancha ko'p kirsa, shuncha ko'p qiziydi va motorga ham borib tushadi, qorayib ketib qoladi. Senga savol, qara. Mana shu holatda necha ming kilometrda yechgansan? Necha ming kilometr? Bu holatimiz bitta yog' alishgan 7000 kilometrda yechib. O'rtacha 7000 kilometrda shu holatga kelgan. 10 kilometrda pishib qolyapti, chang to'lib qolyapti. Bu ana oddiy misol mana. Menimiz mutaxassisni shu ishni qiladigan bolaning tilidan eshityapsizlar. Ya'ni o'rtacha 7000, 8000, 10000 kilometr bu 3 oy, 4 oy plus minusi. Balkim kimdir 2 oyda keladi. 3 oy, 4 oy. Oldinlari vazish filtrni bir yilda bir marta almashtirib yurgan, kerak bo'lsa 2 yillar bilan almashtiradigan shopirlar bo'lardi. O'zimiz eskida ishlaganimiz uchun ham, lekin hozirgi paytda imkoningiz bormi, har safar moy filtriga qo'shib, motorda vazish filtr, havo filtrini almashtiring. Bu videoni ko'rayotgan ustalarimiz bo'lishi mumkin, moy almashtiradigan moyxonasi bor moychi akalarimiz bo'lishi mumkin. Bu vazish filtrni oldingi holatlarda baylar kirib qolishi mumkin bo'lardi. Ozgina kislorod kompressor urib tozalab qo'yib berishardi, endi yo'q. Manaqa farqi shu darajada to'lib qolyapti. Buni almashtirish bilan motorda yana ham zo'r ishlashiga, bekorga atmosferniy motor demaymiz-ku, va motor moyini ham tez qorayib ketmasligini oldini oladi. Qisqacha maslahatimiz shu edi. Qo'shimcha yana qanaqadir foydali ma'lumotlar, qanaqadir savollaringiz bo'lsa kommentariyga yozib qoldiring. YouTube profilimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa sizlarga kerak bo'ladigan o'zimiz bilgan foydali ma'lumotlardan qo'yib borishga harakat qilamiz. Like bosishni esdan chiqmasin. Vazirishli filtr haqida akalarimizga aytib oldik-ku, lekin keyingi videolarimizda albatta undan ham muhim narsa bu moy filtrlar haqidaligini aytib qo'yish esimizdan chiqib qolibdi. Shuni ko'rsatib ketamiz. Moy filtrlarni almashtirishda, tanlashda nimalarga e'tibor berish keragi va uni qancha kilometr yura olishi shu haqida albatta keyingi videolarimizda olamiz. Ularni kesib, tashlab yubormagini, kesib ichlarigacha ko'rsatamiz. Yangisini ham, eskisini ham. Salomat bo'ling.